Nega ayollar tez-tez sistitga chalinib turishadi? Buning asosiy sabablari shuki, birinchi sababi bu organlarning anatomik joylashuvi. Ya'ni ayollarda bu joylashuv bir-biriga juda ham yaqin joylashgan. Shuning uchun agar orqa chiqaruv kanaliga yoki qinda qanaqadir vaspalini, qanaqadir shamollash, bakteriya florasi bo'lsa, bu osonlik bilan siydik yo'llariga sistitni chaqiradi. Peshobga tez-tez qatnash sabablari. Erkaklarda peshobga tez-tez qatnash sabablari bu ya'ni prostatit, prostata bezi adenomasida erkaklar tez-tez qatnashishi mumkin. Yoki erkak va ayollarda ham uchrab turadigan bu buyrak shamollashlari, ya'ni pilnefrit yoki buyrak tosh kasalligi. Agar ayollarda peshobga tez-tez qatnashga keladigan bo'lsak, sistit kasalligida ko'pincha uchrab turadi yoki buyrak shamollashlarida, pilnefritlarda ayollar tez-tez peshobga qatnab turishadi. Yuqorida sanab o'tilgan barcha kasalliklarning davosi mavjud. Albatta bizga murojaat qiling va bizdan shifo topasiz inshaalloh.